Assalomu alaykum. Hovlimizga xush kelibsiz. Marhamat, bugun Chefbook ko'rsatuvimiz a'zolari, ya'ni My5 telekanali bizning xonadonimizda mehmonda. Jarayon avjida. Ariqlarda suvlar oqib turibdi, sharsharalarda suvlar hammasi ishlab turibdi. Mana shunaqa tabiat qo'ynida chiroyli bir ko'rsatuvlarimizni suratga olishni reja qilganmiz. Marhamat, hovlimiz juda ham chiroyli va mana shunaqa ariqlarni yaxshi ko'raman. Suv mana shu yerdan oqib, mana sharshara bilan pastki hovliga oqib ketadi. Juda ajoyib. Qibraydagi hovlimizdagi eng menga yoqqan nuqta, ya'ni eng chiroyli kompozitsiya mana shu sharshara. Juda yaxshi ko'raman. Ana endi pastki hovliga tushamiz. Bu yerda quyonchalar, tovuqlar bor va ajoyib soy bo'yidagi so'ri ham. Ketdik. Mana bu quyonchalarning qariylar shirinligini qorni och ekan, hozir ovqat beramiz. Halila. Juda qorni ochib ketibdi asaltoylarni. Mana bu hovlimizdagi asargina daraxt kuzda jigarrang edi. Hozir mana bahorning oxiriga borib, pushti aralash qizg'ish bo'lib qopti. Asal,